Assalomu alaykum hammaga. Bugun usta akalarimiz eng ko'p vaqtini oladigan padigonimiz. Hozir ko'pchiligimiz haliyam bizga kerak qog'oz qo'yib padigon qilamiz. Bu bizni vaqtimizni juda ko'p oladi. Hozir o'shani sizlarga oson, yengil, tez bo'ladigan usulini ko'rsataman. Bu ham samarali bo'ladi, ham vaqtlarni olmaydi. Ham tez bo'ladi. Qiynalmaysizlar. Qaranglar akalar. Mana bu kiladish. Ko'rib turganlaringdek mana bu chiqib qolgan. Hozir buni cho'tka qilib, hozir nimaga valga bog'layman. Bo'sh keladi bu. Buni qilganimdan keyin yana bitta ko'rsataman. Hozir cho'tka tushadi. Qiynalmaysizlar, vaqtlaringiz ham ketmaydi. Mana akalar qotirib oldim. Mana bo'sh kelyapti hozir. Lufti bor. Bunisi bo'lgan holati. Mana hozir yechib oldim, bolga tekkan joyi. Mana akalar tayyor bo'ldi. Bor tutuvchi luftlari ham yo'q, cho'tka. Ortiqcha qog'oz hech narsa qo'yilmaydi. O'zi tiniq chiqadi.